2026 yilgi Geely Tallray yangi avlod krossoveri sifatida yanada zamonaviy, kuchli va texnologik ko'rinishda taqdim etildi. Bu model o'zining ilg'or dizayni, qulay interyeri va samarali dvigateli bilan ko'pchilik haydovchilarni o'ziga jalb qilmoqda. Yangi Geely Tallray sportcha uslubdagi tashqi ko'rinish, aerodinamik shakl va LED yoritish tizimi bilan yanada jozibali tus olgan. Old panjara dizayni yangilangan bo'lib, faralar lazer uslubida ishlangan va kechasi a'lo darajada ko'rish imkonini beradi. Salon ichida esa zamonaviy texnologiyalar bilan to'ldirilgan 10-25 dyumli sensorli ekran, raqamli asboblar paneli, premium sifatdagi materiallar va keng joy haydovchi hamda yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Shuningdek, yangi multimedia tizimi ovozli boshqaruv, smartfon bilan ulanadigan Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Texnik jihatdan 2026 Geely Tallray 1.5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 177 ot kuchi ishlab chiqaradi. 7 pogonali avtomatik dit uzatmalar qutisi orqali kuch orqa gildiraklarga uzatiladi. Bu esa avtomobilga tez va silliq yurish imkonini beradi. Yoqilgi tejamkorligi ham yaxshilangan bo'lib, shahar va trassa harakatlarida o'rtacha 6 litr atrofida sarf qiladi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Adaptiv kruz nazorat, to'qnashuvni ogohlantirish, yo'l belgilarini tanish, 360 darajali kamera va avtomatik to'xtash tizimlari mavjud. Bu esa haydovchiga yanada ishonchli va xavfsiz boshqaruvni ta'minlaydi. Umuman olganda, 2026 yilgi Geely Tallray yangi dizayn, qulaylik va yuqori texnologiyalar uyg'unligi bilan o'z segmentida kuchli raqobatchiga aylangan. Bu avtomobil nafaqat yosh haydovchilar, balki oilaviy foydalanish uchun ham ajoyib tanlov hisoblanadi.